Siz ham bu uyimizni 200 ming dollar deb o'ylayapsizmi? Xavotir olmang, unda ancha arzon. Siz videoga bitta like bosib, komment yozib turing, men sizga narxlari bilan aytib o'taman. Videoga like bosdingiz, anig'i, qani bo'lmasam, ketdi uyimizni ko'ramiz. Yaxshi niyat qiling, Allohga oson. Inshaalloh hammamizga shunaqa chiroyli, fayzli xonadonlar nasib qilsin. Qarang, uyimizdan ichiga kirishimiz bilan shunaqa keng, ho'l, studiyniy oshxonalari, o'zini mebellari o'rnatib qo'yilgan. Birinchi xonamizda chiroyli ta'mirlardan chiqazib qo'yilgan mehmonxona bo'ladi. Shu mehmonxonamizning yonida bo'lsa, ota-onalarimiz uchun yotoqxona ham qilingan. Xonamizning rangiga moslab chiroyli pardalar ham ilib qo'yilgan. Zinamizning tagiga bo'lsa, qo'shimcha kladovka ham qilib ketilgan ekan. Bu birinchi qavat uchun umumiy yuvinishxona. Zinalardagi podsvetkalarga bitta e'tibor bering. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona, yana 2 ta yuvinish xonasi joylashgan. Uyimizning remontlari menga juda ham yoqdi. Ayniqsa mazza qilganim eshigini balandligi 2,5 metr ekan. Bunaqa xonadonlarimizdan 3 ta yonma-yon qurilgan. Maydoni 1.8 sotixdan xonalarning soni bo'lsa 6 ta. Bu xonamizda kattalarga mo'ljallangan va bu xonamizdan bemalol siz balkon qismiga chiqib ko'chani tomosha qilishingiz mumkin. Uylarimizda Toshkent tumani Ko'ksaroy institutida joylashgan. Narxi 155 ming dollar, faqat Tarsavoydagisini narxi 172 ming dollar. Lokatsiya Telegram kanalimizda.